Ha, Sunnatboy, mana sizlarni videoylarni ko'ryapman. Mana Maratboy nimaga malarka usta deyishadi? Mana shuni tarjimasi nima? Men shu savolni hech javobini yetib bora olmayman. O'zbekchasi nima bo'ladi shuni? Uni endi menimcha shu Rossiyadan kirib kelgan aniq bu so'z. Ma'nosini aniq o'zbekchasini bilmayman, aka. Aniqini. Mana siz eski ustalardansizda, aka. Ko'pchilik kaptarchi deb taniydi, lekin usta bo'lgansiz-da. Biz ustamiz. O'sha paytda nima deyilgan? 94-yildan beri bizaniki ustachilik. Bizda u paytda naqqosh ustalar bo'lardi. Ana biza naqqosh ustadirdi, ganchkor ustadirdi, keyin duradgorlardirdi. Endi hozir santexnik, ana har xil ruscha, malarka, shuni tarjimasini biladiganlar bormi? Bitta kommentariyaga yozinglar o'zinglar. Mana shu eng zo'r topgan odamga haligi ana nima deydi, o'zbekcha eng chiroyli so'z topgan odamni videosini bu yoqqa chaqirib turibdi, videosini chiqartirib, nimadir sovg'a berib yuborish kerak shu odamga. Beramiz, faqat sirli bo'lsin, aytmaylik. Lekin hamma o'shani aytib chaqiradigan bo'lsa zo'r bo'ladi. Malarka ruscha bo'lmasa, o'zbekchasiga o'giramiz. Ana. Marat nima deysan? Telefonni ham jing'ilab ketyapti.